Instagram qarab o'tirib, bugun bitta video ko'rdim. To'g'risini ayting, siz ham o'zingiz bilan urushganmisiz yoki yo'q degan apros qo'yilgan ekan. Qarab turdim va o'yladim, haqiqatan ham men o'zimlar bilan 6-7 yildan beri birga yashab, Xudoga shukr biror marta urush qilmagan ekanim. Yoshligim amakimlarning uylarida o'tgan, otam, onam hammamiz bitta hovlida yashaganmiz. Dadamlar katta o'g'il bo'lganlar va biz aradan ancha vaqt o'tganidan keyin отдельно bo'lib ko'chib chiqqanmiz. Erga tegayotganimda menga o'zining bo'rlar, qizlari bo'rlar birga yashaysizlar deganlar. O'shanda men ozgina qo'rqqanman, eplab ketamizmi, urush bo'lmaydimi deb. Xuddi yoshligimdagi hayotim menga qaytib kelganday bo'lgan. Biz 4 ta qiz bo'lganmiz onamlarda, yangamni o'g'illarda esa amakim xotinlarda bittagina o'g'il. Hozir o'g'illarda 3 ta qiz, bitta o'g'il, menda 2 ta o'g'il. Juda ham o'xshab ketadi tarix. Bir oilada ko'pchilik yashasa, juda ham ko'p kelishmovchiliklar bo'lib turadi va bu narsadan men juda ham qo'rqqanman. Yo'q, qo'rqqanimday bo'lmadi. Xudoga shukr, hammasi menda yaxshi, o'sinimlar bilan yaxshi chiqishamiz va Xudo xohlasa men alohida bo'lib chiqaman. Uyimni remonti kam qoldi ishi. Xo'sh, qizlar nima deysizlar? O'zim bilan yashagan yaxshimi yoki hamma alohida o'zi bo'lganimi? Hammani fikrini kommentariyada kutaman. Albatta yozinglar, hammalaringizni kommentariyalaringizni kutaman.